Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Ramazonning oxirgi kunlariga kelib qoldik. Mushu kunlarda 3 tavsiyani qisqacha sizlarga bayon qilmoqchi. Birinchisi, Qadr kechasini tepishga aldiram. Alloh taolo Qadr kechasini ulug' qilib, uni Ramazonning boshqa kechalaridan alohida sharaflik va xayrli qilib belgiladi. Chunki bu kecha Qur'on Karimning nuri tunji qatim yer sharida parlashga boshlagan bir muhim kecha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kechining Ramazonning oxirgi 10 kunidagi taq kechalarning birida bo'lganligini xabar bergan va bu kechani tepish uchun Ramazonning oxirgi 10ida uxlamay ibodat qilishga tashabbus qilgan. Shundaqla o'zimi shunday qilgan. Chunki bu kechada qilingan amal ibodatlar fazilat va savob jihatda 1000 oylik amal ibodatdan ortiq. Alloh taolo Qur'on Karimda deganki: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Selamun hiye hatta matla'il fajr." Şek şüphesizki biz Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasining qanday kecha ekanligini bilamsan? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshidir. Shu kechada farishtalar va Jibril Rabbining amri bilan taqdir qilingan hamma ishlar uchun tushidi. Shu kecha tong yurganga qadar omonlikqa to'lgan kecha bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo Qadr kechasi uchun alohida bir sura nozil qilgan va Qadr kechasining fazilatini bayon qilgan. Demak, Qadr kechasi 1000 oyga teng bo'lgan ekan, o bir insonning umridan 83 yilga teng bo'lgan bo'ldi. Agar bir inson 83 yil hamisha ibodat bilan mashg'ul bo'lgan taqdirdami, birimizning Qadr kechasini ibodat bilan o'tkazganimizning savobi Alloh taolaning dargohida shu 83 yillik ibodatdan afzal, albatta. Qur'on Karimning parlaq nuri insoniyatning qalblariga nur chechishga boshlagan. Bu kecha boshqa har qanday kechalardan albatta ulug'. Hech qanday kecha uningga teng bo'la olmaydi. Lekin shuni yaxshi bilish kerakki, har qanday ulug' oyning, har qanday ulug' kunning yoki har qanday ulug' kechining va ulug' soatning ulug'ligi faqat uning ulug'ligini bilib, uni qadrlab, uningdan foydalangan kishilar uchun. Ammo bu kechani qadrlamay, qimmatini bilmay, o'zining g'aflat uyqusida jimi qilib qolgan kishilar uchun bu kechining boshqa kishilardan hech bir farqi yo'q. Imom Malik al-Muwatta nomli mashhur asrda mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'zidan burun o'tgan ummatlarning yashagan umrlari ko'rsatilgandan keyin u zot ummatlarining umrining burunqilarning umriga nisbatan qisqa ekanligini ko'rib, ularning bu qisqa umrida burunqilarning qilgan yaxshi amallarini qila olmasligidan ansirgan. Shu chaqda Alloh taolo uning ummatiga 1000 oydan yaxshi bo'lgan Qadr kechasini ato qilgan. İkincisi, Allah Teala'dan tilashdan zirikmang. İnsanlardan hojatlaringizni so'ralaysiz. Qandaylar bir narsani so'raysiz. Ammo bir ya ikki qatim biridir. Uchinchi qatim so'rag'iningizda bermasligi va sizdan zirikib yiroqlashishi mumkin. Bu insonning dunyodagi holati. Uning ustiga o insonga yomonlik qilib qo'ygan bo'lsangiz, texmi bermasligi mumkin. Siz chunki uni siz yomonlik qilib turib, uning hurmatini qilmay turib, yana uningdan bir narsa tilasangiz, albatta bermaydi. Ammo Alloh taoladan qancha ko'p tilasangiz, shuncha ko'p beradi va tilganligingiz uchun sizdan shunchalik ko'p mamnun bo'ladi. Hatto uning haqqiga gunoh sodir qilgan bo'lsangiz-mu, beradi. Tilganingizni beradi. Siz uningdan tilgan sari uningga texmi yaqinlashasiz. Ya'ni bir cümle söz bilen desek, insanlardan tilay verseniz ularni ziriktirib qo'ysiz. Sizden yiroqlashib qoldi. Ammo Alloh taoladan tilay verseniz, Alloh taolani texmi mamnun qilasiz va Alloh taolaga texmi yaqin bo'lasiz. Chunki duo
ibadetning en obrazlık, en samimiy ifadesi. İbadetning to'liq ma'nosini o'z ichiga olgan bir ibodat bu duo degan. Duoning qo'sh foydalari bor. Ba'zi duolar darhol ijobat bo'lib, bandaning tilagi o'z vaqtida hal bo'ldi. Yana ba'zi duolar bandaning manfaatiga uyg'un vaqtda ijobat bo'ldi. Chunki banda o'zining manfaatini bilmaydi, ammo Alloh taolo biladi. Shu ba'zi duolarni shu bandaning manfaatiga uyg'un vaqtda ijobat qilib turdi. Shu uni kechiktirdi. Yana ba'zi duolar bu dunyoda ijobat bo'lmay, oxiratlik uchun dasmoy o'rnida saqlab qo'yiladi. Qiyomat kuni uningga esqatidi. Masalan, birov ko'p pul molga ega bo'lishni yoki katta mansabdor bo'lishni tilasa, navoda uning tilganlari berilgan taqdirda uningga ziyon bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uningga kuyinganlikdan uning tilganlarini bu dunyoda bermaydi va oxiratga saqlab qo'ydi. Oxiratda uni rozi qildi. Bir hadisda Alloh taolo bandasiga deydi oxiratda: "Sen falan vaqtda mendan mundaq deb tilgan shundaqmi? Ba'dim shundaqmi? Ba'dila, Rabbim ba'dila." Falan vaqtda munda duo qilgandan, bina tilgandan ba'midim shundaqmi? Ha, barhaq Rabbim, ba'migantilar desa. Endi shuning mukofotini berman, og'inmaqni deydi. Degandikin bu odam ya keşke dünyadaki dualarımın hiç qaysi ijobat bo'lmay, hammasi bu oxiratga saqlab qo'yilgan bo'lsa-chi, oxiratda ijobat bo'lgan bo'lsa-chi deb qoldi deydi. Yana ba'zi duolar bandaning manfaatiga ziyonliq bo'lganlikdan u ijobat bo'lmaydi. Ammo duo qilguvchi shu duosi sababli balo qazodan saqlanib qoldi yoki gunohi mag'firat qildi. Demak, Alloh taolo qilingan duoning hech qanday ziyni yo'q, u hech qanday zoya bo'lib ketmaydi. Duo degan qilsin bo'ladigan, qilmasin bo'ladigan ish emas. Alloh taologa duo qilish har kimning ixtiyorlik ish emas yoki ortiqcha bir ibodat emas, balki Allohning amri. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Ud'uni astajib lakum", menga duo qilinglar, men duoyinglarni ijobat qilaman deb ko'rsatgan. Ondan orqadanlar u oyatga ulab "Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin". Kim-kimning ibodatimdan bosh tortdi ekan, u xorlangan holda do'zaxga kirdi deb ogohlantirgan. Bu oyatning ma'nosi kimki menga duo qilib, o'zining menga muhtoj ekanligini izhor qilishdan bosh tortdi ekan, ya'ni cho'nglik qildi ekan, u oxiratda xorlangan holda do'zaxga kirdi deganlikdir. Ya'ni o'zini cho'ng sanagan, o'zini cho'ng tutgan odam xorlanmay qolmaydi. Uchinchisi, qadr kechisidimi mag'firatga erishalmay qilishingizdan qo'rqing. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimki qadr kechisini onun ulug'ligiga ishongan ve savab kutgan holda ibodat bilan o'tkazsa, Alloh uning o'tganki gunohlarini mag'firat qildi deb ko'rsatgan. Demak, qadr kechisida barliq gunohlar mag'firat qilindi. Ammo birla gunoh mag'firat qilinmaydi. U bo'lsa qul haqqi. Yuqorqi hadis insonning Alloh taolaning haqqiga qarta qilgan gunohlarini o'z ichiga oldi. Chunki Alloh o'zining qil va qilma degan buyrug'iga xiloflik qilguvchilarning har qanday gunohlarini bu kechida cho'qim mag'firat qiladi hamda. Ammo insonning insonlarga qarta sodir qilgan qilmishlarini shu insonlar kechirmaguncha Alloh taolo kechirmaydi. Chunki u insonlarning haqqi. Mana bu Alloh taolaning adolati. Üstüde birovning haqqi bo'lgan odam uni ado qilmaguncha Alloh taolaning mag'firatiga erishalmaydi. Hatto ulug' qadr kechisidimi erishalmaydi. İmam Muslim Sahih Muslim nomli mashhur asarda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundaq deganligini qayd qilgan. Xaybar ozod bo'lgan kuni sahobalardan bir qancha kishi Rasulullohning huzuriga kelib, urushda fidokorlik ko'rsatgan mujohidlarni maqtashga boshladi va "Paloni shahiddir" deb bir qancha kishining ismini sanab chiqdi. Ondan yana bir odamnimi "Bu odam shahiddir" deyishdi. Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga "Yo'q, men u odamni g'animatdan o'g'irlagan bir chapan sababli do'zaxda ko'rdim" dedi. Yani demek shahid bo'lgan odam bir chapanni g'animatdan
o'g'ilganligi sababli kishining haqqiga kirib qolganligi sababli u jannatga kira olmagan degan ekan. İmam Muslim yana o'zining Sahih Muslim nomli mashhur asarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bunday deganligini qayd qilgan. Shahidning barliq gunohlari mag'firat qilindi. Faqat kishining haqqi qoladi. Ya'ni shahid jannatga hisobsiz kiradigan kishi. Uning amali Alloh taolaning dargohida minglarcha qadr kechisidan, minglarcha hajdan va minglarcha dollar sadaqa qilgandan albatta afzal. Chunki shahid o'zining issiq jonini Allah yo'liga silib turib kurash qilgan kishi. Shunga jihad amallarning eng afzali deymiz. Endi qilmish ikki turlik bo'ldi. Biri Alloh taolaning qil va qilma degan buyrug'iga xiloflik qilish. U zunub, ya'ni gunohlar deb atildi. Yana biri mahluqotga qarta sodir qilingan qilmish. U sayyiat, ya'ni yomonliklar deb atildi. Gunohlarni Alloh taolo o'zi bevosita mag'firat qiladi. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huval g'afurur rahim. Alloh haqiqatan tövbe qilgan kishilarning barliq gunohlarini mag'firat qildi. Ammo yomonliklarni yomonlik qilinguvchilar kechirgandan keyin ondan Alloh taolo mag'firat qildi. Faman taba min ba'di zulmihi va aslaha fa innalloha yatubu alayhi innallohu g'afurur rahim. Kimki zulm qilgandan keyin tövbe qilsa va buzg'anlarni tuzatsa, Allah haqiqatan onun tövbesini qabul qildi deydi. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Ya'ni bu oyat birovga yomonlik qilgandan keyin uningga yaxshilik qilib roziligini elish orqali u burun qilgan yomonligini yuyatqili bo'ladi.